500 ming so'mga rasot olamiz. Shu agar shu ixtiro qo'yilsa, katalog qo'yilsa, 8 barobar kamaydi. 8 barobar kamayadi. Bu degani 50 mingga tushadi. 50 ming. 50 mingga tushadi. Men 500 ming so'mga 50 ming 50 ming to'laysiz. Ham tushuntirsangiz, bu ixtiro qanaqa, nimani evaziga ishlaydi va bizning xalqimizga qanchalik manfaat bera oladi? Bu ixtiro motor generator. Hozirgi kunda mana bu ham motor generatorda. Hozir buni ham sinab ko'rsatamiz, solishtiramiz prosta. Bundan farqi shuki, mana bunga hozir tokni bersa akkumulyatordan. Bundan yegan tokni mana bu korotka zamykani qilsa, generator motorni to'xtatishni boshlaydi. Ya'ni mana bu generator qismi desa, bu motor bo'lsa, mana buni korotka zamykani qilsa, bu eng kuchli nagruska hisoblanadi. Mana bunda chiqqan qarshilik o'sha lens qoidasi motorimizni to'xtatadi. Qarshilik ko'rsatadi-da, ya'ni sekinlashadi. Manikida teskari effekt bo'ladi, ya'ni generator qismi mana bu, motor qismi. Korotka zamykani qilganimizda bu tezlashni boshlaydi. Akkumulyatordan yeyotgan tok kuchi kamayadi. Undan tashqari akkumulyatordan olgan energiyani mana bu ikkita akkumulyatorga qaytarib olamiz. Mana bundan chiqayotgan bu generator qismidan chiqayotgan elektr energiya tekinga tushadi. Xalqimizga nima foydasi bor degan joyda bu avvalambor shu yurtimizda yetmagan qishloqlarga yetib olgan bo'lsa, mana qishki kunida nagruska oshib, transformatorlar kuyib ketyapti. Kimdir uyga vobshe yetib olmagan. O'shalarning hojatini chiqaradi. Ya'ni rayonga qo'yilsa, bitta emas ikkita illyustratsiya qo'yiladigan bo'lsa, qancha ko'p nagruska o'qsangiz ham, mana hozirgi kunda transformatorlarga o'xshab kuyib ketib, yonib ketib, unaqa bo'lmay, nabarot motor tezroq aylanishni boshlaydi, qancha ko'proq tog' berishni boshlaydi. Teskarisida umuman. Qancha ko'p odam ulansa, bu kuchayib ketib, shuncha ko'proq chiqarib beradi. Fizika umuman teskarisiga aylanadi.